toplading tosh. Tosh topolmasalaring menga xarita berasan. Top toshni. Topolmasang obetsanlar. Ertaga. Уже Hammasi? Qaysi? Yo'q. Nimaga o'xshaydi u? Yo'lda to'g'rimi? Yo'q, o'sha toshga o'xshayaptimi? Senlar bitta snimka qaramana, u 4 ta snimka bor. 3 ta uragramma bor, bitta obzorka bor. Hammasini bir-biriga сравнение qilaring. Topmasalar ham bitsanlar, tamam. Tak, keyin aytaman nima yegim kelayotganini. Sushi yegim keladi mana bu yerga. Bo'ldi, vaqt keldi. Ham topdilaring, ham topmadilaringni shahara ertaga sushi yeyotganman mana bu yerga. Mana bunga o'xshayapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi. No, kelyapti, kontrast. Mana bu staz bo'lib o'tyapti. Bu emas, buni aniq taxmin qilamiz. Lekin birinchi ko'rganda obzorkada mana bu toshga o'xshab turibdi, lekin bu tosh emas. Mana tosh, mana bu yerda turibdi. Staz bo'lib ketyapti, ko'rasizlar? Staz bo'lib ketyapti. Ringga negativniy tosh. Uragramma qilishdan maqsad staz qayerda borligini ko'rish. Ko'rasizlar? Mana tosh o'tdi. Ertaga sushi kutaman.